Bu programmaning xos nomini Xinjiang Paridio Soda Cheklik shirkati o'z ustiga olgan. Paridio chash yuyish va asrash malhami an'anaviy o'simlik dorilarini retsep qilib, zamonaviy ezish usuli bilan biotexnika birlashtirib ishlangan. Paridio chash yuyish va asrash malhamiga zanjivil donchisi, nengmang, ko'k sig'i, amino kislotasi qatorliq oziqlik moddalar qo'shilgan bo'lib, chashni pokizlab, chash tushishining oldini olib, chash o'stiradi. Bosh terisidagi mayni kontrol qilib, chashni yumron, siliq va poqiroq qiladi. Tabiatning sovg'isi Paridio. Charchash hozirgi zamon kishilarda bo'libmi, erlarda ko'p ko'rilayotgan bir xil ahvoldir. Ammo nurg'un kishi charchashdan g'alitlik his qilmay, uni normal deb qarmoqda. Eltoj so'ylab javhiri tibobatda e'tiborlab ishlatib kelayotgan qimmatli o'simliklardan ayirib ishlangan bo'lib, erlardagi charchashning oldini olib, xizmatni ko'ngildagidek tamomlashga yordam beradi. Erlarga sirdosh Eltoj so'ylab javhiri. Dağlık markalık mahsulotlarni itibar bahası etib olmoqchi bo'lsangiz, itibar Turso shaharchimizga kiring. Necha ming xil mahsulotlarga biroqli vakolatchi bo'lib, to'rda ig'lik tikilmoqchi bo'lsangiz, Xinjiang Sodamal to'rimizga kiring. Atrofingizdagi yemak-ichmak, ko'ngil ichish va boshqa mulozimat o'rinlaridan itibarga erishmoqchi bo'lsangiz, itibar Turso shaharchimiz turmush supisiga kiring. Itibar bahada mashina setib olmoqchi yoki mashina sotmoqchi bo'lsangiz, itibar Turso shaharchimiz mashina supisiga kiring. Hozir organ salonimizni qo'shib olsangiz 1111 yuan qizil bog'liq erish fursatingiz bor. Urumchi Tianshan rayonining Oltin Soda Chambirki, Xinjiang Nashiyoning Uduldagi Soda saroy va o'ltiraq uy birlashgan, ichi-tishi marmar tosh bilan oliy bezalgan va ilg'or boshqaruv sistemasiga ega Meshin Sari, Urumchidagi nuqtliq maktab, Qaynoq bozor rayoni, doktorxona va go'zal bog'chalar orasiga joylashgan bo'lib, qatnash metro nihoyat qulaylik. Egizligi 3 metr 10 sm bo'lgan 46 dan 141 kvadratgacha uy va do'konlar setib olishingizga va mablag' silishingizga arziydi. Birinchi oyning birinchi kunidan birinchi ayning 20 kunigacha uy setib olganlarga alohida sovg'atlarmi bor. Meshin Sari. Jungo qizili ishonch va orzuni, yoshlikning, qizg'inlikning, baxt omadning, xushallikning, romantik hissiyotning, boy-boy yashatlikning simvoli. Paridio lavsurqi sizga yangicha tuyg'u ilib kelgusi. Turmushingizdagi eng go'zal, rangdor ko'rinishlarni Oppo Reno 5 yon telefonda xotira qoldiring. Bir stakan yegi qahvasi, bir sun yeni hayot ma'nosi. Hörmətli görürmənlər, mən sizlərinin sirdaş dostunlar Adila Abuz. Xinjiang Paridio Soda Cheklik shirkati xas namini olgan Studiyaga kim keldi programmasi Xinjiang radio televiziya stansiyasida ko'rsatilayotgan naqshi musiqalar naq maydonda o'rinlanadigan ekrandan halqagan universal san'at programmasi. Har bir son programmamizda cho'lponlar siz va biz bilan birga naqshi aytadi. Siz Xinjiang Sun'iy Hamro televiziyasining ommaviy undidor suhbatini qo'shib elib, o'zingiz aytgan naqshlarni sin orqali avarsangiz, Studiyaga kim keldi programmasida cho'lponlar bilan birga naqsh aytish fursatiga erisha olasiz. Har bir son programmamizda mastonlarimizga cho'lponlar bilan naqsh aytish fursatini beramiz. Sizning programmamizga qizg'in qatnashib, cho'lponlar bilan birga naqsh aytish fursatiga erishishingizni chin dilimizdan umid qilamiz. Studiya kim keldi programmasiga qatnashganimda intayin xush bo'lyapman. Men orzulagan daqiqalar mana kelish oldi turibdi. Shavkat, Tursun, mana Studiyaga kim keldi programmamizning bu sonini boshlash oldi turyapmiz. Bugungi mehmonimiz u muhabbatli kuylari bilan muhabbatli qalblarga salom yo'llaydi. Naqshi bilan mashhurni izlagan bu mehmonning kuylarida oddilik bor, yoshlik orzusi bor. Ya'ni-chi Muhimi o 90-yillar tug'ilgan. To'g'ri. Qani, Studiyaga kim keldi programmamizga qaysi mehmonimiz keldi-ki? Birga yurgan kunlar bara uzardi. Yanqonimda bara ko'paydi. Kechidagi uyqummo bara yo'q edi.
aziz mehmonimiz mana yaxshi bo'lgan. yaxshi bo'lmadi. Qani, marhamat. Akbar qizg'in qarshi olamiz. Mana studiyaga kim keldi programmamizga bizning yosh naqshchimiz Akbarni mana qadam tashlab qoldirib oldik. Rahmat sizga. Bizning programmamizning xos nomini olgan shirkat albatta sizga bakyoda. Şinjan Peridio Soda Çekiliş Şirketi. Xo'sh, anandan keyin biz bilan hamkorlashgan yana bir muhim o'rin bo'lsa, Oppo Reno 5 yurishlik yan telefonlari. Anandan keyin biz bilan strategik hamkorlashgan o'rin bo'lsa, mana Yegar qahvalari. Biz bularni ishkash programmamizni yaxshi davomlashtiramiz. Akbar, bir kuni men mashinada ketib o'tib sizning jurayli biz degan naqshangizni anglab qoldim. Bu naqshaning tekstiga men shunchalik diqqat qildim. Jurayli biz to'y qilg'icha, o'tayli biz mukchaygicha. Shundaqmi? Birga yurishga tashnaligingizni mush tekst orqali shunchalik yaxshi ifodalabsiz. Mush naqshangiz sizning tunji ijodiyatingiz bilanmi? Tunji ijodiyat. Menda mush tunji ijodiyatni siz qanday ilhom bilan ijod qilgan? Buni shu 2014-yili bir programga qatnashib, bu programmada ma'lum bir bosqichga borgandan keyin shallanib ketdim hisobda. Shallanib ketgandan keyin uchoqda men o'qituvchi edim. Shuning bilan gitarimni esib maktabga bordim. Maktabning maydoniga chiqib, o'tirib, boshqa ko'nglimning yerimni qilib gitar bilan ifodalash uchun shu oyga qarab o'tirib, mushu axon keldi mening kallamga. Bu naqshini oldigan bir haftada yozib bitirib chiqdim. Demak, tunji qadam har qanday ish uchun muhim. Har qanday ishni qiluvchi uchun shunchalik muhim. Demak ham sizning mush naqshlarga tema qo'yishingizda bir o'zgacha alaydiliginiz bor ekan. Mush jihatdan bir o'ylaganlaringiz bormi? Men o'ylaytimda tuz bir ifodalangan gap so'zlar bilan naqshlar bo'z qanday bo'ladi deb. Xuddi odat paranqanda. Ba'zida mushu biz talab qilgan ba'zi bir go'zalliklar haqiqatan oddiylikdir. Oddiy bo'ldi. Shuning bilan mushtaq oddiy odatdiki, masalan, shu yurayli bizda masalan, aramizda qaydash bo'lsa mayli, ayrilishlar bo'lmasin. Masalan, mushu bir gapni odat ishlatimiz nimda qayda bersa, ayrilib ketamdik degandek masalan, mushu gaplarni ishlatimizda, mushu gaplar naqshida ifodalansa qanday bo'ladi degan xiyol batida, bularning hammasi mushu turmush bo'lamdi, mayli o'zimning bo'lamdi, odatim, hammasi bilan munosabatli. Ijodiyatni o'zingizning aytganingiz yaxshi bo'ldi. O'zingiz ishladingiz, o'zingiz aytdingiz. Endi ancha-muncha atrofga nazar tashlab, oddiy odamdeklarmi bordi. Bizning yeshimizdagilarning ishlagan naqsni oddiy odamning yeshidagilar esa qanday bo'ladi deganni bir o'ylashga qan bo'lar ekanmi? Sizga yozmagan naqshini hech kim naqshi demaydi. Naqshi demaydi. Radiostansiyaniki odamlar menda so'rdida. Siz bizga shu sizningki shu yaxshi ko'rgan cho'lponlaringizning ismini deb bering deb. Ben sizin dedim. Programı anlamasın ben. Mesela, mandak. Gitar bulsan yaşlığım, sevem neylikке, hayatım ömrümge, güzel nakış verip gel. Yaşlığım, sensiz yaşlı masalım. Yaşlığım, sensiz söygü bilen olmasın hanım. Yaşlığım, sensiz yaşlı masalım. Yaşlığım, sensiz söygü bilen olmasın hanım. Vay, rahmet. Siz benim oğuşanım. Akbarkamning o'shari Adila adamga, meni o'sharim Akbarkamda endi. Mushu siz Mojito degan naqshini shunday yaxshi aytsiz a? Bugunmi bir ko'rmanlarimiz başini aytib beraman, men bir talab qilaychi. Funky water iron light in mojito. 我喜欢阅读它微醺时的眼眸。而我的咖啡糖不用太多，这世界已经因为它甜得过头，没有跟它笑容一样浓郁的雪茄，就别浪费时间介绍，收起来吧。风浪的笔画就成的涂鸦，所有色彩都因为它说不出话。这爱不落幕，忘了心事的国度，
你所在之处，孤单的被征服。当街灯亮起，好玩的漫步，这是世上最美丽的那双人舞。当街灯亮起，好玩的漫步，这是世上最美丽的双人舞。Belki belki. Programımızın xas namını ağan Şinjan Paridio Sodaçaklik şirketiga programımız bilan hamkorlashgan Oppo Reno 5 жүрүшлүк yan telefonlarga programımız bilan strategiyalik hamkorlashgan Yegi qahvalarga alayda rahmat aytamiz. Sözlesek kepimiz tugmaydi ki Akbar. Endiki növbətdə bizningki mushu Oppo televizoridan sizdan so'ragan savollarga bir nazar tashlasak, qanchinchi nomerni tanlaysiz ki? Birdinla boshlaychi. Akbar aka tinchlikmi? Men sizning Mastana Sumaya bilma. Men sizning naqshlaringizni anglagandan keyin mush naqshiga cho'ng bel bog'lab, hozir naqsh klublarda naqsh etadigan odatga tushdim. Asli men sizning Mastanangiz bo'lib mush programma qatnashmoqchi edim, lekin mush ma'lum sabablar nisbatan borolmaydigan bo'lib qoldim. Mening mush bir arzuyim, mush eng yaxshi ko'rib anglaydigan she'rim degan naqshni men aytmagan bo'lsangiz bo'lamdi. She'rim degan anglab sizmi? Qaldınız yani. Yine sınırım. Şiirim dep anlamaptı kenme. O naqşınızı anlamaptım ha. Bu naqşını yezip bulab saat qarsam şiirim bo'pti ki. Şunun bilib şiirim dep qo'ydim da. Ha, bu bir sevg'inishni ifodalagan naqsh. Derizemden marab turare aşu tolunay aval kıdek sen var kidek televizorda menden yaktı redigan film gözümde sen fakatlı sen Akşamı yalğız qalğanda Seğinişim dolqun buludu Seher Közümni açqanda Yoldu manğanda Öyge qaytqanda Seni körgüm keledi, seni söygüm keledi. Bağrımga besip, erkeletkim keledi. Meni körgün kelemu, meni söygün kelemu. Şu akşamda, meni körgün kelemu. Kelemu Ama şu körülmelerimizden ümidini yedi koymaslık mı? Pek bir güzel işlep qarayman. İkinci sual kaysın tanlaysınız? İkincisini tanlayayım. Hello， 艾克拜尔你好，我是来自四川成都的王小燕，是你的忠实粉丝哦。我一直都在听你的原创歌曲，虽然不太能听得懂歌词，但是很喜欢歌曲的旋律哦。你一直都在原创的道路上努力着，那么我今天想问一下，你原创的灵感来自于哪些呢？ Ma sualdan hem de Ekber Kam'dan icadiyat keşfinin sırrını bilip aldım. 首先特别感谢你，然后我会更加努力。Odatda o'zim yolg'iz yuradigan vaqt ko'proq. Atrofdagi boshqalar diqqat qilmaydigan narsalarga diqqat qilish qamroqda. Unda bo'lgandan keyin ko'pincha naqshlarimda ham o'zimningki sarguzashtlarim bilan, muhabbat yo'lim bilan boshqalarninkini birlashtirib, o'sha eng odatdagi qatlamdagi do'stlarimizning, odamlarning hissiyotlarini naqsha orqali intay tez holatda ifodalab berish. Mushtaq bir sabablar bilan ijodiyat qilib qolaman.
yana bir savolga javob berib birsiz qo'y. Ha? Oppo televizoridan yana bir savol tanlang. Endi 5 tanlay. Yaxshimisizlar ekrandagi do'stlar? Men Alqam Seyfiddin. Men Alfira Ferdun. Bizdan sizlarga o'tliq salom. Rahmat. Ekber efendim, biz sizdan yurayli biz degan naqshingizni pek yoqtirib anglaymiz. Onun sizga ayolim ishga to'y qilgan vaqtimi shu naqshingizga jur bo'lgan. Men sizdan so'rab baqsam, shu yurayli bizga ijodiyatni qilgan vaqtda sizga bir muhabbat hikoyasi turtki bo'lganmi qanday? Rahmat. Hammaylan sizningki ijodiyat qilish safaringizdagi sizning hissiyotingiz va yoki shu vaqtdagi holatingizga qiziqdi ekan. Shundoq. Bizemning burun aşı ali mektep vaqtlarimda, onadaki bitirib chiqqan, jamiyat chiqqan vaqtlarimda muhabbetleşken vaqtlardagi hissiyat bor. Lekin ko'piraki apam dadamdan kelgan yerlari bor. Masalan, apam dadammi meni kichikimdan nurg'unlagan ag'rinishib qolgan vaqtlar bor. Gap talashib qolgan vaqtlar bor. Lekin faqat ayrilib ketmaydi-da. Hozirgi kelgach shunda inoq ijil shunda yaxshi o'tadi. Shunda bo'lmaydi. Men hech kimdan shular qarab, andin o'zimni sirtga chiqib bir oqqarni farq etgandan keyin o'zimni bir muhabbatlashib, his qilgandan keyin yutibdi. Bu men demişki dadam opamdek o'tolmaydigan men. Buningda qanday bir hikmat bordi deb shuni bir o'ylaydim-da, endi bu hikmatni shu to'y qilgandan keyin biladigan o'xshaydi-da odamlar. Shunlashqa buningda faqat meninglam emas, opam dadamning, hattoki atrofimdagi menga ta'sir qilgan adamlarımdaki muhabbet yollarını jugurlanıp anandan keyin bir chiqqan hissiyat. Eng hayajonli minutlar yetib kelish oldi turib Shu minutlarni saqlayapti menda. To'g'ri. Mushu naq maydonga kelgan naqshlaringizdan bizni bir xabardor qilib o'tamsiz? Eng boshda deyitamdim. Deyitanga bo'ldi. Ama naqshkanda hammaylar Oppo telefonlarda suratga oladiganga tayyorlik qilib, anandagi mish yegar qahvalarini ishkash bir ko'rmanlarimizmi bir televizor oldida bir tayyorlik qilib o'tdasin-chi qani. Bugun ilib kelgan naqsham shu bayatim eng jiq ismi atalgan, ham mening tunji ijodiyatim Yurayli biz. Anandan keyin o'zimning yanimish yaqin yozgan oddiy odam. Oddiy odam. Taklirik chiroyli naqsha. Anandan keyin Liulamji deb bir naqshi bor. Anandan keyin mushu xos nomini olgan Peridio nomli naqsha. Bizning sahnamizda qani o'zingizning haqiqiy qobiliyatingizni bir namoyon qiling. Oxir sahna isqilgan oldi dedim Akbarkam, men bu vaqtni pek saqlagandim. Qani sahnamizga marhamat. Tilayimizda Başlaştım burun. Şu avaz kiriş ahvallarını bir igellep bakaylı. Unda olsa İlyas. Bas gitar. Gitar. Yaxşı. Alim tok gitar. Çok misalsın bir sınıf iteli. Yaxşı, rahmet. Alim Cempen. Bundan sonra Akbar özən bir sınıf itemdi. Voy, yaxshimisizlar ko'rmanlar. Akbar, muzikantlarimiz qani amsa naq maydondan bir o't chiqarib asanglar. Marhamat. Bo'ldi. Amsa Akbarning birinchi naqsini boshlab ketamdiq, Yurayli biz. Başladık amsa. Yurayli biz degan naqsha. Yaşlarning ichida bek qo'l-qo'l moda bo'lib ketgan naqsha. Chiroyli yozgan Akbarmi? Birga so'qdi yurak,
köyüştü Söygü köyleri gece buluştu Kürensak yirak yiraknın maylı Kademlerimiz toxtab kalmasın Aramızda kıydaş bolsa meyli ayrılışlar bolsun Cevri capa gelse meyli vazgeçişler bolsun Sevenliksiz insan yok olaydı Yalancılık bolsun Ben huzurumda sana ataymayla Vafasızlık olsun Yüreğde biz Toy kılgıça Üteyde biz Mükçeygice Fakat bana sen daha gerek Gözsüzledim fervayım felek Menzilimez uzun bolsun o meyli Niyetlerimiz uçup gitmesin Ta ülgi Ekber, bu naqshingiz ajoyib chiroyli chiqdi ya. Rahmat. O'zingiz shunday his qildingizmi? Men toza yaxshi aytolmagandek qo'y. Ha, kamtarligini qara. Studiyaga kim keldi programmasi Paridiyo savdo cheklanish shirkati xos nomini attirib billa ishladik. Shundaq-ku. Buningga siz shunchalik bir go'zal melodiya ijod qilsiz. Paridiyo nomli naqshni taqdim etay. Qayni, marhamat. Güzel kız bana bir kargına Gözümden kürek özüme bir ömür Bulutlar arası
növbətdə sizin xəbərinizdə var, bizning Məstanələr arzusunu əməlgə aşırış bölgəyə gəldik. Sizinki Məstanınız Alqut Nicat inimiz. Sizni bayatdan yaqqa saqlab turdu. Endi tövəndə muş yigit bilan aytadigan naqşingiz qaysi naqshi bo'ladi? Unda bo'lsa men bu yigit bilan oddiy odam degan naqshni birga aytaman. Men yaxshi ko'radigan naqsh mana aytsam bo'pti ekan, ha, billah. Men Akbar akam bilan bir sahnaga chiqib naqsh aytib kelishimni qat'iy o'ylab boqmagandim. Chiqib, men bek xo'shallanarli bir ish bo'ldi bu. Sizning Mastaningiz Alqut Nijatni sahnaga taklif qilamiz. Qani Alqut, marhamat. Va, sahnaga chiqilgan fursatim kapto. Kapto. Yaxshi Alqut, yaxshi turdingizmi? Sizlarga sahna mana hozir bo'ldi. Oddiy odam degan naqsha hammamizning huzurida bo'lsin. Qani, marhamat. Unda bo'lsa Alqut, bu naqshining ikki misrasini men, ikki misrasini sen ayt. Bo'ldi aka. Andan keyin shu oddiy odam degan yerda bir oktav tuvan ovozda eshitsam bo'ldi. Andan keyin bizning mahburat yuqorisini aytdi. Bo'ldi. Uchimiz mushtaham qarashaylik qanda? Bo'ldi aka. Bo'ldi. Zikatla. Programımızın xasnamini Şinjan Paridiosu çeklik şirketi ağan. Oppo Reno 5 jürüşlük yan telefonları hemkarlaşkan. Yegi qahvaları stratejilik hemkarlaşkan. Addi adam, addi yollar, addi turmuşlar. Bolsun o eşemetler, köngli hatırcamken. Addi dostlar, addi soğuk, addi vədiler. Bolmuşsun o eşemetler, izdigende baken. Hemme adam arzulaydiken, bay bay yaşa, eşemet turmuştu. En bay yaşat, şu addi adamken. Addi köygen, addi yürgen, addi köyüngen. Bulmuşsun oltun yan bu, muhabbeti rastgen. Addi toylar, addi hemra, addi söyüşler. Bulmuşsun altın yan bu, muhabbeti rastgen. Anladım arzulaydiken, güzellerini, gelişken kametli. En güzeller şu addi adamken.
Addi yazma, addi akortlar. Bo'lmasın o pasayetler, kımıldın çıkan sözken, yürekten çıkan sözken. Addi adam ben. Pek güzel bir melodiya bo'ldi canım. Elkutkan bugün siz bilan birga aytib, abay biraz jiddiylashyapman deganda qilgan qat'iy jiddiylashish yo'q, shunda harakatlari joyida. Tig'i ba'zimda harakatlari bor ketdi. Men kulib ketibman pastda o'tirib. Artistga yomonchiman. Shunchalik yaxshi aytdi. Elkut nima uchun Akbarning mush naqsini bilib aytishni tanlaganingizni bilgim kelyapti. Akbar akamning tunji naqsini alg'atim 2016-yildik vaqt. Shundaqmi? Yurayli biz degan naqsha. Eng vakillik asri bu. Oddiy odam degan naqsha uzun umr deteq chiqili. Men chiqib bek yoqtirib qoldim bu naqshni. Shuningcha ma studiyaga kim keldi programmamiz yo'l qo'yilgandan keyin mushtaq bir mas'ala birga sahnaga chiqadigan fursat va kelgan. Anda fursatni qaqaymaymiz. Elkutninki gap so'zlari shundaq joyida, naqshidan huzurlanishlari ham shunchalik suyundim Elkut. Gapmi shunda qiziyotgan vaqtda bir so'g'i berib olaychi sizlarga. Altash xalqaro sud cheklik shirkatininki bizga berayotgan sovg'alari sizlarning sog'lomliginglar uchun mana bizning Akbarga marvoyib yoqut ichimligi sovg'a qilindi. Sizga ham shu Xinjiang Altash xalqaro sud cheklik shirkatining so'ylab javhirini sovg'a qildik. Undaqda keyingi naqshini men Elkut bilan pastda o'tirib huzurlanib anglayman. Sahna sizga qoldi.我就这样告别山下的家，我实在不愿轻易让眼泪流下。我以为我拼不差，不会害怕，我就这样自己照顾自己长大。我实在不愿轻易把头低下，我以为我并不差，能学会虚假。怎样才能够看穿面具里的谎话？别让我的真心散得像沙。如果有一天我变得更复杂，还能不能唱出歌声里的那幅画？我就这样告别山下的家，我实在不愿轻易让眼泪流下。我以为我并不差，不会害怕，我就这样自己照顾自己长大。不想因为现实把头低下，我以为我并不差，能学会
虚假。怎样才能够看穿面具里的谎话？别让我的真心散得像沙。如果有一天我变得更复杂，还能不能唱出歌声里的那幅画？还能不能唱出歌声里的那幅画？Siz nima sababdan bu naqshini o'rinladingiz? Bu naqshininki asli o'rinlovchisi Banay deb. Banay. Bu shu o'zininki yurtini tashlab shaharga muzik ishlari bilan shug'ullanish uchun ashtaq yo'l olgan Liulang bo'lib. Shuningga bu naqshining ismi Liulangji. Andan keyin buni yana nurg'unlagan naqshchilarimiz fanchon qilib etdi. Albatta buning orasidagi Yang Zongwei muallimning aytgan nusxasiga men shunda amraqdimda. Bu naqsh shu muallimning nusxasi endi. Uningdek yaxshi aytamsam, lekin bu naqsh meningmi ham yurak so'zlarim. Shunchalik yaxshi chiqdi. Sizdan hayotingda sen qaysi jumla so'zni eng yaxshi ko'rsan deb so'rsa, menga javob bersiz. Hamma ishlar eng yaxshi o'rinlashtirish. Davomli kulib oldimizga qarab ilgirlab, hammamizning tirishchanlik bilan bu hayot musofimizni go'zallikka to'ldirishimiz kerak deb o'ylayman. Shunday. Studiya kim keldi programmasi naqshchilarning o'zini namoyon qilgan yaxshi bir sahna. Men bu sahnada televizor oldidagi ko'ruvchilarga o'zimning eng yaxshi ko'radigan ijodiyatlarimni taqdim etganimdan olam chiqish. Studiya kim keldi programmasi qatnashganligimda intayin qo'shyapman. Shuning bilan tang jiddiylashish, baxt va shundaqli xo'shallik deydigan bir necha murakkab hissiyotlar men chirim oldi. Oxirida mush programma gruppasining men mushtaq bir fursat yaratib berganligiga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Yosh naqshchi davr kuychisi Akbarning naqshlarida chin muhabbatni ulug'lash, hayotni qizg'in suyish, hayotni qadrlashning yorqin nuri parlaydi. Dabdabidan hashamatdan xoli oddiy turmush, chin hayotga madhiya o'qiladi. Shuningga o'xshashlar Studiyaga kim keldi programmasidami nadir naqshlar, rangdor melodiya, cho'lponlarning hayot hikoyasi haqidagi mazmunlar uzilmay davomlashadi. Undaqda kelar sonda studiyamizga zodi kim keladi? Xayr xo'sh, kelar sonda ko'rishaylik. You club like